Assalomu alaykum, mehribon onajonlarim. Kelayotgan hayit ayyomi hammalarga muborak bo'lsin. O'quvchilarimga, menda bitirganligi, shogirdligi 20-aprel kuni seminar uchrashuvi qilyapman deb narxini yozib 180 ming deb yozib qo'ydim. Xosiyat opanglarni kechasidan bambit qilib yozib tashashibdi. Onalar ham yozishibdi, biz ham boraylik deb. Qizlar, bu seminar asosan menda o'qib bitirgan qizlar uchun edi. Mayli, lekin o'qimoqchi bo'lganlar kelgili kelayotgan bo'lsa, kelinglar, biz joyini aytib beramiz. Lekin asosan menda o'qigan qizlar 20-aprel kuni bo'ladigan seminar uchrashuvga albatta kelinglar. Mana sizlarga syurprizlarim bor. Seminarimizning narxi 180 ming so'm. Menimcha приемлемый narx qildim. Homiylar bo'ladi, sovg'alar bo'ladi, kofe brek bo'ladi. Joyini biz sizlarga